Films.me sayti tomonidan HD formatga o'zgartirildi. Meni ishontir, hammasini menga aytib ber. Skuki sartaroshxonasida kvartetda qo'shiq aytganimda, qayeringiz bilan o'ylayapsiz? Kallani ishlatish kerak. Ishonchim komil, sizga ko'p gapirib berishgan. Bunday emas, hammasini aytib berishingni istayman. Aytdim-ku, kaliforniyalik qandaydir Redfoot. Jarab soziyadan sovg'a. Qanachi, Redwoodchi? U hech narsa bilmagan. Ular oddiy yugurday bo'lishgan. Semiz, haddan tashqari semiz. U yerda advokat bor edi, Kobayashi. Gvatemalada kofe donlarini yiqqanimda, Bilaman, uni yaxshi odam deb o'ylagansan. Buni bilaman. Hammasini menga aytib ber. iblisning o'zini orqadan otish qandaydir qo'rqinchli. Uni iblisning o'zi himoya qiladi. Bunga nima deysan, a? U yerda advokat bor edi. Yana qanaqa advokat? Meni familiyam Kobayashi. Kobayashi? Kobayashi. Menga hammasini aytib ber. Men Kaiser Soziyaga ishlayman. Meni ishontir. Har bir daydi va tilanchi Roger Kent nomini biladigan bo'ladi. Cho'loni ko'rdingizmi? U qayoqqa ketdi? Ana u tomonga. Bilaman, sen nimadir bilasan, ammo aytmayapsan. Men sendan aqlliroqman. Sen istaysanmi yo'qmi, hammasini aniqlashtiraman. Politsiyachi uchun izoh oddiy bo'lishi kerak. Oddiy. Menga haqiqat kerak, ko'chadagi afsonalar emas. Kaiser Soze. Yaqinroq kelib boshini tutib beradi deb o'ylaysizmi uni? Kaiser Soze. Chunki sen cho'loq va espassan. Bu cho'loq kim o'zi? Shu vaqtlar davomida hammasini bilgansan. Agar u paydo bo'lib qolmasa, meni ortimdan keladi. Ketin o'lganiga ishonchim komil. Kaiser Soze. Oyoqlarimni sezmayapman, Kaiser. Birinchi navbatda nimani o'rganganimni bilasizmi? Qotilni aniqlashni. U cho'loqni so'ratdi, u Kaiser Soze'ni tilga olgan. Kim? Menimcha, u haqda boshqa eshitmaysiz. Iblisning eng katta hazili hammani uning mavjud